Aziz do'stlar, qo'l yuvadigan shampunlar, kremlar 10 ming so'mdan qiziqqanlarga Andijonda. Mana bu shampun 20 ming so'm. Boshda bitta oldim, yuvdim, silliq zo'r qilib qo'ydi. Bundan hali yuvib ko'rmadim. Bularimiz ham 20 ming so'm. 20 ming so'm shampunlar. Xitoydan kelgan. Xudo xolasa sifati zo'r. O'zim yuvib ko'rdim, mana bundan yaxshi. Bosh silliq qilib qo'ygan. Yana bu kremlarimiz, anaqalarimiz bor, zumnoy pasta. 15 ming so'mdan zumnoy pastalarimiz. Zumnoy pasta 15 ming so'mdan. Quvayzlar 15 ming so'm. Qoshiqlar. Qoshiq kompleks 15 ming so'm. Quvayzi temirlik. Bizda Xitoydan promoy kelgan mahsulotlar. Zumnoy pastalar 20 ming so'mdan. Manzilimiz Andijonda, Yangi bozor territoriyasida. Manzilimiz Hakan Stoyankasi, Yangi bozorda. Bularimiz 10 ming so'mdan kelib tanlab olishi. Sochiqlarimiz 10 ming so'mdan. Idish yuvgani shampunlarimiz bor. Bular ham 10 ming so'mdan. Mana bular oyna yuvgani. Bular gazlarni yuvgani. Bularimiz hammasi 30 ming so'mdan. Kelasizlar aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Mana bular 10 ming so'mdan. Bizni shunaqa yangiliklar chiqarib turamiz. Hammani kutib qolamiz Yangi bozor. Hakan Stoyankasi ro'parasida. Mo'ljal eko bozorda biqini